Assalomu alaykum. Bugun Simpson teoremasi yoki prямая Simpsona degan teorema bor. Ya'ni Simpson chizig'i desa bo'ladi, to'g'ri chizig'imi? Ixtiyoriy aylanada mana aylana berilgan. Ixtiyoriy m nuqta olingan. Shu ABC uchburchakka tashqi aylana chizilgan. Ixtiyoriy aylanadan m nuqta ixtiyoriy bu. Xohlasa mana yerdan, xohlasa mana yerdan, xohlasa mana yerdan. Shu shaklda chizib oldim. Demak, m nuqtadan tomonlarigacha bo'lgan balandliklar, perpendikulyarlar deylik, balandlik demaylik. Perpendikulyarlar bir to'g'ri chiziqda yotadi deb Simpson teoremasida keltirilgan. Shuni isbotlashimiz kerak. Nimaga bu tomonga tushdi? Bitta tomoni o'tmas bo'ladi, ya'ni tashqi tomoniga tushadi. Ya'ni perpendikulyar tashqi tomoniga tushadi. Ikkitasi esa mana shu o'zini tomoniga tushdi. Demak, aylanada ixtiyoriy belgisi m nuqta olingan, m nuqtadan ABC tomonlariga o'tkazilgan balandliklar deyapman, perpendikulyarlar bir to'g'ri chiziqda yotishini isbotlash kerak. Mana P1, P2, P3 bir to'g'ri chiziqda yotishi mana shu. Demak, mana bunaqasiga bir to'g'ri chiziqda shunday yotadi degan teorema bo'lish kerak ekan. Endi biz mana nima qilamiz? Mana to'g'ri chiziqlar o'tkazib olamiz. To'g'ri chiziqlar o'tkazamiz va diametrini AM. Mana. Demak, mana bu chizmada AM mana bu chiziq, AM chiziq, diametr desak, mana bu 90 dan bo'lgani uchun mana buga aylana chizsak bo'ladi. Aylana chizsak bo'ladi. Mana diametri mana bu 90 gradus. 90 gradus. 90 bo'lgani uchun mana ham 90. Demak, mana ham 90. Mana shu diametr bo'lganicha 90 gradusli yoyni tortib turadi deganda. Shuning uchun, demak, buni endi burchaklarni mana uni alfa desak, mana burchak ham alfa bo'ladi. Ya'ni mana burchak ham. Chunki mana yoyga tiralgan burchak ikkalasi ham bir xil bo'ladi. Bular qanaqa burchaklar? Bular burchak A, P2, P1 burchak teng bo'lar ekan. Burchak P1 M A. Bu alfa burchak deb oldik. Mana ko'rdingiz. Mana bu yerda ham alfa burchak dedik. Endi mana bu aynalarga ham diametrini hozir mana bunday chiziq o'tkazamiz. Shunda MC ham diametr desak, MC ni ham diametr qilib aynalarga mana shu to'rtburchakka tashqi aynani chizsak bo'ladi. Endi grafikda chiroyli chiqardi. Mana aynan chizib oldik, ko'rgan bo'lsangiz. Demak, chizib oldik. Markazi mana bu. Mana shu markaz MC. Demak, bu diametri bo'lgandan keyin diametriga tiralgan yo'l 90 gradusda mana. Shuning uchun tashqi aynani chizsa bo'ladi mana shu. Mana diametr MC bo'lsa, mana 90 gradus, bu ham 90 gradus. Bunga tashqi chizsa bo'ladi. Demak, tashqi chizish mumkin. Endi mana burchakni beta desam, mana burchak ham beta bo'ladi. Demak, nima bo'ladi? Burchak P3 M S bu burchak, mana burchak S P2 P3 bu beta bo'ladi. Demak, mana beta belgilab oldik. Ana endi umuman mana bu katta to'rtburchak mana. Demak, A, B, S, M degan mana A, B, S, M degan katta mana bu qavariq to'rtburchakka aynalar tashqi chizilgan bo'lsa, mana burchak, mana qismi deylik. Mana qismini phi deb olamiz. Bu burchak mana bunaqa bo'ladi. P3 burchak P3
m p1. Bu fi burchak desak, mana fi burchak, shu belgilab oling, mana fi burchak desak. Mana fi burchak plus burchak beta, mana shu bu burchakka mana bu burchakni qo'shsak, bu burchakda prosta mana bunaqa b ni o'zini yozamiz. Shu 180 gradus bo'ladi. To'g'rimi? Tashqi aynalar chizish uchun qarama-qarshi tomonlar ichki burchaklarning yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Qavariq to'rt burchakda. Demak, mana bu fi plus beta teng bo'lishi kerak ekan. Qo'shil yig'indisi beta burchak bilan yig'indisi 180 ni tashkil qilish kerak. Endi yana bitta aynalarni ana ko'ramiz. Demak, mana bunaqa aynalarni ko'raylik. Mana shu P uchidan chizdim. Mana ketyapti. Demak, A ga bordi. A ga bordida. Demak, A ga emas. Hozir. A ga emas. Bunday qilamiz. Mana bu P ga. P M mana. Demak, bu qaysiga chizildi? B P1 M P3. Demak, mana shu qavariq to'rtburchakka tashqi aynani chizsa bo'ladi. Mana shu qavariq to'rtburchakka chizsa bo'ladi. Mana. Demak, bu burchak va bu burchak va mana bu burchak. Nimaga chizsa bo'ladi? Chunki mana bu burchaklar yig'indisi mana bu burchak bilan teng. 180 gradus beryapti. Ya'ni bu yerda biz demak alfa biz bu yerda mana fi ni mana yergacha belgilashimiz kerak ekan. Qarang, alfa deyman, fi mana yergacha belgilanadi. Mana burchakda. Chunki mana bu qavariq burchakda, mana qaranglar. A B P3 A B S M bo'yicha chizilganda mana shu fi burchak. Mana burchak esa bu alfaga teng. Ya'ni bu yerda alfa burchak qo'shilgan fi burchak, ham B burchakka qo'shganimizda 180 deb berish kerak. Tushundingizmi? Demak, mana yerda beta, mana alfa, mana o'rtasi fi burchak, mana B burchak. Demak, fi burchak, B burchak, bular mana bu 4 burchak uchun, qavariq to'rt burchak uchun, mana qavariq to'rt burchak uchun aynalar, tashqi aynalar chizgan paytimiz mana bu bilan mana umumiy yig'indisi ham 180 deb berish kerak. Shundan aniqlar. Nega aynalar chizsa bo'ladi desa, mana bunaqa chiziq o'tkazamiz. Qarangizlar. Mana bunaqa chiziq o'tkazamiz. M gacha chiziq o'tkazildi. Demak, mana shu diametr qilamiz. Mana shu B M diametr. Diametr bo'lsa, mana diametrga tiralgan burchak 90 gradus. Mana bu ham diametr bo'lgandan keyin mana bunday davom ettirganda mana ham 90 gradus. Ko'ryapsizlarmi? Demak, mana chizsa bo'ladi. Ya'ni tashqi aynani chizsa bo'ladi, faqat mana tomonlari ham 180. Bu 90 beryapti, lekin mana bu yerda esa 180 berish kerak. Ya'ni bu 90 ga 90 180, bu ham 180 bo'lishi kerak. Demak, mana shu ikkita ifodadan alfa burchagimiz beta burchakka tengligiga kelib chiqyapti. Ko'ryapsizlar? Demak, mana yerda alfa bilan beta teng bo'lsa, demak bu qo'shni burchaklar, qarama-qarshi burchaklar bo'lar. Qarama-qarshi burchaklar teng bo'ladi. Mana bunaqa Fales teoremasida ham xohlaganida ko'rsa bo'ladi. Mana masalan, mana alfa bo'lsa, bu ham alfa. Mana esa 180 minus alfa bo'ladi. Ya'ni mana shu alfa bilan mana bu teng bo'lgandan keyin mana bu chiziq bitta to'g'ri chiziqda yotadi degan утверждение, ya'ni isbot kelib chiqadi. Demak, Simpson teoremasi P1, P2 nuqta, P3 nuqta bitta to'g'ri chiziqda yotishi isbotlandi mana.